Bismillahirrahmanirrahim. Sura Buruj. Nahayeti şefqatlik ve mehribon Allah'ның ismi bilan boshlayman. Was-samaa'i zatil buruj. Burujlarning egisi bo'lgan osmon bilan, al-yawmil maw'ud. Qiyomat kuni bilan, shahidin wa mashhud. Juma kuni bilan, harpi kuni bilan qasamki, qutila ashabul ukhdud. O'raklarning egilariga la'nat bo'lsin. Nari zatil waqud. U o'raklar lavuldab turgan o'tlar bilan to'ldirilgan edi. Hum alayha qu'ud. Ayni vaqtda ular o'raklar ustida o'ltirib, wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. O'zlarining mo'minlarga qilayotgan ishlarini ko'rib turatdi. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Ular mo'minlarni faqat g'olib, madhiga loyiq Allohga iymon etganliklari uchunla yomon ko'rdi. الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Allah hamma narsani ko'rib turg'uchidir. Innallazina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Mümin er ve mümin ayollarga ziyonkashlik qilgandan keyin kufridan qaytmaganlar shubhisizki jahannamning azobiga duchor bo'ladi. Ularga o't bilan azob qilinadi. Innallazina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Zalikal fawzul kabir. İman etgan ve yaxshi amallarni qilganlar shubhisizki ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga sazovar bo'ladi. Bu cho'ng baxtdir. Inna batsha robbika lashadidun. Parvardigoringning jazosi shak shubhisiz qattiqdir. Innahu huwa yubdi'u va yu'idu. Allah xaloyiqni haqiqatan yo'qdan bor qiladi. Ya'ni o'lgandan keyin ularni tirildiradi. Allah mo'min bandalarning gunohini mag'firat qilg'uchidir. Ularni do'st tutquchidir. Zul arshil majid. Arshning egisidir. Nihoyat ulug'dir. Fa'alun lima yurid. Xolig'ini qilg'uchidir. Hal ataka hadithul junud. Ey Muhammad, sen lashkarlarning Fir'aun va Samud. Fir'avn va Samudning qissasidan xabar topdingmi? Balillazina kafaru fi takdibin. Quraysh mushriklari ashu kofirlarga nozil bo'lgan azobdan ibrat olmay davomliq inkor qilishyotdi. Vallohu min waraihim muhit. Allah kofirlarning atrofini qurshab turg'uchidir. Bal huwa Qur'anun majidun. Balki ular inkor qilgan narsa Lavhul Mahfuzda fi lawhin mahfuz saqlangan ulug' Qur'ondir.